Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun siz uchun Alangaga yetib keldik. Alanga qo'rg'onchasiga. Bu yerda 1 gektarli yer topib qo'ydik siz uchun. Bu yerda parniki bor, ko'rishingiz mumkin. Parniki ham juda ham katta. O'ng tarafimizda baliq qilish uchun baliq havzasi bor. Общий 1 gektardan iborat. Unda molxonasi mavjud. Uni o'zingiz uchun kottej yoki qanaqadir molxona qilish uchun zo'r joy. Yerimizga qo'shimcha tarzda qo'shimcha binosi mavjud. Undan keyin qo'shimcha molxonasi bor. Bu bemalol katta mollarni boqish uchun zo'r. Ot bo'ladimi, mayda mol bo'ladimi? Bu yerimizga qo'shimcha tarzda shit va archani ham mavjud. Bu yerimiz polni kameralashtirilgan, svet gazdan umuman muammosi yo'q. Bu joyimiz lokatsiyasi Sho'rtan Qishsavodni yonida joylashgan. Buning narxini 520 million deyapti. Bizda obunachilar kelishtirib berishadi, nomerlarini qoldirib qo'yamiz.